G'ijduvon tumanida ham oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar tadbirkorlar faoliyatini yanada kengayishiga sabab bo'lmoqda. Qo'rg'on mahalla fuqarolari yig'inida an'anaviy holvapazlik bilan shug'ullanib kelayotgan ana shunday hunarmandlardan biri haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Bolaligidanoq shirinlik tayyorlash jarayonlarini kuzatib ulg'aygan Odil Sadirov bugungi kunda ushbu kasbni nafaqat daromad manbai, balki hayotining mazmuniga aylantirdi. U 8 nafar farzandni tarbiyalab, voyaga yetkazmoqda. Shulardan 5 nafar o'g'li otasi va bobolari kasbini davom ettirishga qiziqish bildirib, hozirdanoq holva tayyorlash sir va asrorlarini o'rganishmoqda. Bu esa milliy shirinliklarning kelajak avlodlarga uzluksiz o'tishiga mustahkam zamin yaratmoqda. Ayni paytda Odil Sadirov tomonidan o'ndan ortiq turdagi holvalar ishlab chiqarilmoqda. Jumladan soch holva, gardish holva, parvarda, shuningdek boshqa an'anaviy shirinliklar mahalliy aholi va mehmonlar orasida juda mashhur. Mahsulotlar tabiiy xomashyodan, milliy an'analarga qat'iy rioya qilingan holda tayyorlanishi bilan ajralib turadi. Har bir shirinlikda mehr, tajriba va ko'p yillik mahorat mujassam. Dadam 4-avlod, men 5-avlod, o'g'lim Komilov Abdug'afur 6-avlod. Shu narsani yoshligimizdan qilib kelamiz xonadonga. Hozir 2 xil holva ishlab chiqaramiz biz. Mahallamiz turizm mahallasi bo'lgani uchun mahallamizga sayyohlar keladi, turistlar keladi, halvomizni olib sotib oladi va tomosha qiladi. Kelgusidagi orzularimiz mahallamizga yoshlarni, shogirdlarni yetishtirib, hunarimizni kengaytirish. Hozirda u mahalla yettiligi tizimi xodimlari ko'magida ishlab chiqarish hajmini oshirish, zamonaviy uskunalar xarid qilish va faoliyatini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Kelgusida esa qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, mahalla yoshlarini kasbga o'rgatish va milliy holvapazlik maktabini shakllantirishni rejalashtirmoqda. Odil Sadirovning faoliyati milliy qadriyatlarimizni asrash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda mahalla iqtisodiy salohiyatini oshirishga munosib hissa bo'lib qo'shilmoqda.